beraman deb. Ashulani qarang. Yana keldim izlab jonim, nega daraging yo'q. Bizlab borsam jonim, dema keraging yo'q. Bu eng ma'noli joyi. Yo'q dema Tailand qizi, yo'q dema Zebo xolamning qiziga o'xsharkansan, yo'q dema kimonosi bor, butsilari bor, suzishni bilmasa ham shortilari bor. Baxtiyor aka dadalari taksi qaydar tog'alari dehqonchilik qilishadi, uyda ota bobolari noyobganda mening oyim. Tailand qizga yetolmayim mening toyim, uka toyim, qo'chqarvoyim, butsilari bor, fermalari bor, kaptarlari bor, hisob kitob qiladigan daftarlari bor. Endi bu qo'shiqmi, she'rmi bilmadimmi, gap ham emas-da bu. Gapda ham sal egizim bo'ladi-da gapda ham. Mana qo'shiqchilikda o'xshatish degan narsa bor. Masalan, ayollarning qoshini qaldirg'ochiga, ko'zini oxiga o'xshatadi. Alisher Fayzovda Xorazmcha ashula aytibdi, konsertida eshitdim. Hali uncha populyarni bo'ladi ashulasi. Ikkama o'xshatib tashlabdi, bilan deb o'xshatishgan. Bitta labni o'zini 4 xil mevaga o'xshatgan. Nima deydi? Ikki labi qo'sh gilas. Ustki labi ta'mi anjir. Lab o'rtasi uzum, voh, ostki labi olchadir deydi. Tasavvur qiling, ikkita labi qo'sh gilos ekan. Tepasidan anjirni ta'mi kelar ekan. O'rtasidan uzumni ta'mi kelar ekan, pastki labidan olchani ta'mi kelar ekan. Men aytdim, tishini yuvmagan ekan o'sha qiz dedi. Hatto bu she'rni qayerdan oldingiz desam, aka hech kimga aytmang-ku deydi. Uydan chiqib ketyaptim studiyaga. She'rni oldim deb, xotin bozorga yozgan spiskani olib chiqib ketibman. Bu xotini yozda banka yopaman deb spiska qilib bergan ekan. Bordim, nima qilay endi? Pul to'langan aytib yaxshi ashula chiqdi deydi. G'alati ashulalar paydo. Uyda o'tirsam birov chaqiryapti. Avo! Kim ekan bemahalda deyman. Zvonovni ham bosmaydi. Chiqib qarasam hech kim yo'q. Kirib ketsam, "Voy!" Sam xotinim, dadasi sizni hech kim chaqirmayapti. Jasur minib ashula aytyapti. Men bu yoqqa qarang deydi.